Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Bir qism qahraton tong va qutqaruvchi farishta. Bir bob muzlagan qalb va singan shishalar. Noyabr oyining oxirlari. Tongi soat 5:30. Shahar hali qalin uyquda, osmonni esa quyuq qorgoshindek og'ir bulutlar qoplagan edi. Ayozli shamol ko'chalardagi yalang'och daraxtlarning shoxlarini ayovsiz silkitar, tuni bilan yoqqan qor va yomg'ir aralashmasi yo'llarda muz bo'laklariga aylanib qotib qolgan edi. Aynan mana shunday sovuq va shafqatsiz tongda ko'pchilik o'zining issiq ko'rpasiga burkangan holda shirin tushlar ko'rib yotar, tashqaridagi izgirin haqida o'ylashni ham xohlamasdi. Ammo shaharning chekkasidagi eski, zax va qorong'u yerto'lalarining birida 9 yoshli Umida uchun kun allaqachon boshlangan edi. Qizaloq egnidagi rangi ochgan, bir necha joyidan yamalgan katta sviteriga o'ranib, eski ko'rpachadan sekin boshini ko'tardi. Xona ichi muzdek, nafas olganda og'izdan oq buk chiqardi. Burchakdagi zax devorga suyanib qo'yilgan eski karavotda uning onasi, Madina ingrab, tinimsiz yotalardi. Onasining yotali shunchalik quruq va og'riqli ediki, har safar yotalganda uning butun vujudi titrab ketar, xuddi ich-ichidan nimadir uzilib tushayotgandek tuyulardi. Oyi! Oyijon, yaxshimisiz? Deb pichirladi Umida, yalangoyoq holda sovuq beton polni bosib onasining yoniga kelarkan. Madina holsizlanib qiziga qarab jilmayishga harakat qildi. Uning yuzlari oqarib ketgan, ko'z ostlari chuqur botiq, peshonasida esa muzdek ter qotib qolgandi. Yaxshiman, qizalogim. Sen nega barvaqt turding? Tashqari juda sovuq. Bugun bormay qo'ya qol. O'zing ham shamollab qolasan, dedi ona zaif, zo'rga eshitiladigan ovozda. Umida onasining muzdek qo'llarini o'zining kichkina kaftlari orasiga olib isitishga urindi. Uning qora, yirik ko'zlarida yoshiga xos bo'lmagan juda katta iroda va qat'iyat yashiringan edi. Yo'q, oyi. Bugun borishim kerak. Kecha dorixonachi amaki sizga kerakli dorining narxini aytdi. Menga yana salgina pul yetmayapti. Bugun ko'proq shisha idish va baklashga yiksam, tushdan keyin doringizni olib kelaman. Keyin siz albatta tuzalib ketasiz, dedi qizaloq ishonch bilan. Onaning ko'zidan bir tomchi yosh dumalab tushdi. U o'zining nochorligidan, shunday kichkina va farishtadek qizining og'ir mehnatga majbur bo'layotganidan qattiq azob chekardi. Kechir meni, bolam, deb pichirladi u ichida, dard yana xuruj qilib, yo'talga tutildi. Umida tezda eski, oyog'idan 2 o'lcham katta bo'lgan, iplari yeyilib ketgan krossovkasini kiydi. Boshiga qalin, qora trikota shapkasini bostirib kiyib, burchakda turgan o'zidan ham katta polietilen qopini oldida, onasining peshonasidan o'pib tashqariga chiqdi. Tashqarida sovuq shamol yuziga qamchidek urildi. Qizaloq qaltirab ketdi, lekin qadamini tezlashtirdi. U shahar markaziga, asosan katta restoranlar va tungi klublar joylashgan hududga qarab yo'l oldi. U yerda tong saharda axlat qutilariga kechasi ichilgan qimmatbaho shisha idishlar, pivo baklashkalari tashlab ketilardi. Agar u hammadan oldin borib ularni yigib olmasa, boshqa daydilar yoki farroshlar olib ketishi mumkin edi. Har bir shisha bu onasining dorisiga qilingan bir qadam edi. 2 bob, oltin skalpel va bombosh yurak. Shahar markazidagi yirik xususiy kardiologiya markazida esa mutlaqo boshqacha muhit hukmron edi. Yorug', top-toza jarrohlik xonasida 7 soatdan beri davom etayotgan o'ta murakkab ochiq yurak operatsiyasi o'z nihoyasiga yetmoqda edi. Jarrohlik stolining tepasida 38 yoshlardagi, baland bo'yli, ko'zlarida kuchli xotirjamlik va qat'iyat aks etgan shifokor Azamat Rustamovich turardi. U O'zbekistondagi eng noyob o'z ishining ustasi bo'lgan kardiolog-xirurg edi. Uning qo'llari shu qadar aniq va mo'jizakor ediki, hamkasblari uni oltin skalpel deb atashardi. O'nlab umidsiz bemorlarni o'lim yoqasidan qaytarib olgan bu inson tashqaridan qaraganda butunlay baxtli, muvaffaqiyatli, boy va jamiyatda o'z o'rniga ega shaxsdek ko'rinardi. Ritm tiklandi. Bosim joyida. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, dedi Azamat chuqur tin olib, qo'lidagi jarrohlik asbobini hamshiraga uzatarkan. Uning ovozida charchoq bilan birga qandaydir jonsizlik bor edi. Qoyilmaqom ish bo'ldi, Azamat Rustamovich. Bemorning yaqinlari sizni xuddi farishtadek ko'rishyapti hozir.
dedi yosh assistent yigit hayajonlanib. Azamat niqobini yechdi. Uning ko'z ostlari charchoqdan qoraygan edi. Farishtalar osmonda bo'ladi, Umarov. Biz shunchaki oz ishimizni qildik. Bemor gamxo'rlikda bo'lsin, barcha ko'rsatkichlarni har 15 daqiqada menga xabar qilib turing, dedi u sovuqqonlik bilan va xonadan chiqib ketdi. U o'zining keng, qimmatbaho charm mebellar bilan jihozlangan kabinetiga kirdi. Xalati va shlyapasini yechib deraza oldiga keldi. Tashqarida tong yorishib kelayotgan sovuq qor parchalari oynaga urilardi. Azamat oynadagi o'z aksiga tikildi. U minglab insonlarning yuragini davolagan, asrab qolgan edi, ammo o'zining yuragi bundan 8 yil oldin tamomila parchalangan, muzlab qolgan edi. 8 yil oldin u o'z hayotidagi yagona va chinakam sevgisini, Nodirani yo'qotgan edi. Ular talabalik yillaridanoq bir-birlarini aqldan ozgudek sevishar, kelajak uchun katta rejalar tuzishgan edi. Ammo Azamatning ota-onasi, ayniqsa nufuzli amaldor bo'lgan otasi Nodirani kambag'al va ota-onasiz yetim qiz deb kamsitib, ularning turmush qurishiga tish-tirnog'i bilan qarshi chiqqan edi. Ortadagi kelishmovchiliklar, Azamatning xorijga malaka oshirishga majburiy jo'natilishi va Nodiraning kutilmaganda g'oyib bo'lishi uning hayotini ostin-ustun qilib yubordi. Xorijdan qaytganida u Nodirani qancha qidirmasin, topa olmadi. Mishmishlarga ko'ra, Nodira boshqa insonga turmushga chiqib ketgan deb aytishdi unga. Bu xabar Azamatning ichidagi barcha hissiyotlarni oldirdi. U faqat va faqat o'z ishiga mukkasidan ketdi. Hozirda uning hashamatli uyi, qimmatbaho Land Cruiser yoltanlamasi va katta bank hisoblari bor, ammo uning uyiga kirganda uni kutib oladigan hech kimi yo'q edi. Azamat chuqur xo'rsindida soatini tekshirdi. Soat ertalabki 7 ga yaqinlashib qolgandi. Uyga borib biroz dam olmasam bo'lmaydi. Tushdan keyin yana 2 konsilium bor deb pichirladi o'ziga. U qalin paltosini kiydi va shifoxonadan chiqib avtoturargohda turgan qop-qora mashinasiga o'tirdi. U charchoqdan ko'zlari yumilib ketayotganini his qilardi, lekin uyga tezroq yetib olish uchun mashinani odatdagidan tezroq haydadi. 3 bob muzlagan ko'prikdagi olim sharpasi. Shahar uyg'onishni boshlagan. Umida qopining yarmigacha shisha va idishlar yigishga ulgurgan edi. Uning qo'llari sovuqdan qizarib muzlab qolgan, lekin har safar yangi shishani qopiga solganda yana 500 so'm. Yana onamning dorisiga yaqinlashyapman deb o'ziga taskin berardi. U shaharning 2 qismini bo'glab turuvchi katta baland ko'prik yonidan o'tib borardi. Ko'prikning usti tuni bilan yoqqan qor va izgirin ta'sirida oyna kabi silliq muz bilan qoplangan, haydovchilar uchun o'ta xavfli hududga aylangan edi. Kommunal xizmatlar hali bu yerga qum yoki tuz sepib ulgurmagan edi. Azamat o'zining Land Cruiser ida aynan shu ko'prikka yaqinlashib kelardi. Kechasi bilan uxlamaslik, asabiy zoriqish va charchoq o'z ta'sirini o'tkazdi. Issiq salonda bir necha soniyaga uning ko'zlari tindi, mikrouyqu holatiga tushdi. U atigi 2 soniyaga ko'zini yumgan edi, ammo katta tezlikda kelayotgan og'ir mashina uchun bu halokatli vaqt edi. Mashina ko'prikning muzlagan qismiga chiqqanda Azamat cho'chib uyg'onib ketdi. U oldinda ketayotgan yuk mashinasiga qattiq yaqinlashib qolganini ko'rib, tormozni keskin bosdi. Rulni o'ngga burdi. Lekin muz ustida tormoz bosish bu olim bilan o'ynashish edi. Og'ir yoltanlamas boshqaruvni yo'qotdi va ko'prik ustida sirpanib ketdi. Mashina dahshatli tezlikda o'z oqida aylanib, ko'prikning temir to'siqlariga, baryeriga qattiq borib urildi. Gumbur etgan quloqni qomatga keltiruvchi zarba ovozi butun atrofni larzaga keltirdi. Mashinaning old qismi to'siqni pachoqlab, ko'prikning chetidan osilib qoldi. Yostiqchalar, airbag ochilib ketdi, oynalar chilparchin bo'lib sochildi. Zarba shunchalik qattiq ediki, Azamatning boshi rulga qattiq urilib, u o'sha zahotiyoq hushini yo'qotdi. Mashinaning motor qismidan avval qalin tutun, so'ngra esa uchqunlar chiqa boshladi. Yoqilg'i baki shikastlangan va benzin oqa boshlagan edi. Ko'prik ostida piyodalar yo'lagidan ketayotgan Umida bu mudhish fojiani o'z ko'zlari bilan ko'rdi. U qo'lidagi qopini tashlab yuborib, qotib qoldi.
Baland ko'prikning chetida yarmi osilib turgan qora mashinadan qora tutun chiqayotganini ko'rgan har qanday odam yordamga shoshish o'rniga mashina portlab ketishidan qo'rqib qochib ketgan bo'lardi. Atrofdagi barvaqt chiqqan bir-ikki mashinalar ham to'xtab, vahima bilan uzoqroqdan tomosha qila boshlashdi. Hech kim o'z jonini xavfga qo'yib osilib turgan, yona boshlagan mashina oldiga borishga botina olmadi. Biroq Umidaning yuragida qo'rquvdan ko'ra kattaroq izohlab bo'lmaydigan qandaydir ilohiy itarish bor edi. U yerda odam bor. U olib qoladi degan fikr qizchaning miyasini qamrab oldi. U nima qilayotganini ham o'ylamasdan muzlagan zinalardan ko'prik ustiga qarab yugurdi. Uning eski krossovkalari sirpanar, tiskalari yerga urilib qonardi, lekin u yugurishdan to'xtamadi. Tort Bob farishtaning jasorati. Umida mashinaning oldiga yetib kelganida dvigatel qismida allaqachon alangasi ko'tarila boshlagan edi. Mashinaning yarmi jar yoqasida, qolgan yarmi esa asfaltda edi. Qizaloq ochiq qolgan yoriqdan haydovchi tomoniga bordi. Eshik pachoqlanib ketgan, ichida esa qonga belanib yotgan Azamatni ko'rdi. Amaki! Amaki, turing! Mashina yonyapti! Deb chirillab baqirdi Umida, oynasi to'kilib ketgan darchadan ichkariga qarab. Lekin Azamat harakatsiz edi. Mashina yana biroz oldinga sirpanib, xavfli darajada qiyshaydi. Yong'in salonning old qismiga yaqinlashib kelardi. Uzoqdan odamlarning "Qoch u yerdan qizaloq! Portlaydi hozir" degan baqiriqlari eshitilardi. Lekin Umida qochmadi. U butun kuchi bilan pachoqlangan eshik tutqichiga tortdi. Eshik ochilmadi. Shunda u qopidan idishlarni kavlab oladigan, o'zi doim olib yuradigan qalin temir armatura bo'lagini eshik tirqishiga tiqib, o'zining kichkina tanasidagi bor ogirligi bilan uni pastga bosdi. Eshik temirlari qarsillab ketdi va yorildi. Qizaloq eshikni ochiq holda tortishga muvaffaq bo'ldi. U mashina ichiga qisman kirib, qonga belangan Azamatning paltosining yoqasidan ushladi. "Turing, iltimos. Siz olmasligingiz kerak. Men sizni tortib olaman." Qizaloqning ovozi yiga aralash, lekin qandaydir g'ayritabiiy kuchga to'la edi. 9 yoshli, nimjon, yetarlicha ovqatlanmaydigan qizchaning katta bir erkakni tortib olishi fizik jihatdan imkonsiz narsa edi. Ammo shunday lahzalar bo'ladiki, insonga Yaratganning o'zi kuch bag'ishlaydi. Umida bor kuchi, bor quvvati bilan Azamatni o'ziga tortdi. Azamatning xavfsizlik kamari qandaydir mo'jiza tufayli zarba paytida bo'shab qolgan edi. Qizaloq uning gavdasini eshik tomonga siljitdi, so'ngra qordan sirpanchiq bo'lib qolgan asfalt ustiga sudrab tushirdi. U Azamatning paltosidan tutib, uni mashinadan 5-6 metr nariga, xavfsizroq joyga sudrab bordi. Ular mashinadan atigi 10 qadamcha uzoqlashganlarida, mashina baki katta gumburlash bilan portladi. Osmonni qizil alanga qopladi, mashina ko'prikdan pastga, temir yo'l izlari tomon qulab tushdi va u yerda katta olov shari bo'lib yondi. Portlash to'lqini Umidani uchirib yubordi, u Azamatning yoniga, qor ustiga yiqildi. Qizaloqning quloqlari shangillar, ko'z oldi qorong'ilashardi. Lekin u tezda o'zini o'nglab, Azamatning yoniga emaklab bordi. Shifokorning yuzi qon, uning peshonasida katta yoriq bor edi. Umida o'zining bo'ynidagi eskigina, yubka va yirtiq ro'molini yechib, Azamatning qonayotgan yarasiga qattiq bosdi. "Olmang. Iltimos. Meni onam kasal. U ham qiynalyapti. Siz olmang, sizni kutayotganlar bordir", deb pichirladi qizaloq, ko'z yoshlari Azamatning yuziga tomib. Azamatning qovoqlari qaltirab, u sekin ko'zini ochdi. Uning ko'z oldi tumanli, qulog'ida faryodlar eshitilardi. Ammo u o'ziga egilib turgan, yuzlari is va qonga belangan, ko'zlarida cheksiz mehr va yosh porlab turgan kichkina farishtani aniq ko'rdi. Qizaloqning yuz chizgilari, uning qop-qora, gamgin ko'zlari qandaydir tanish, juda tanish bir narsani, aniqrog'i bir insonni, uning yuragida mangu yashaydigan o'sha Nodirasini eslatib yubordi. Azamat bu tushmi yoki ongmi, tushuna olmasdi. Kimsan?" deb pichirladi Azamat zo'rga, uning lablaridan qon aralash so'zlar chiqdi. "Men Umidaman. Siz xavotir olmang, hozir shifokorlar keladi", dedi qizaloq. Uzoqdan tez yordam va o't o'chiruvchi mashinalarning sirena ovozlari tobora yaqinlashib kelardi.
Odamlar endi ularning yoniga yugurib kela boshlashdi. Umida oz ishi bitganini, kattalar kelganini ko'rgach, onasi yolg'iz ekani yodiga tushdi. Onamning dori puli. Men ishga borishim kerak deb esladi qiz. U qaltirab o'rnidan turdi. Azamat qizning qo'lidan ushlab qolmoqchi bo'ldi, lekin uning madori yetmadi. To'xta. Ketma deb ingradi Azamat. Ammo Umida allaqachon qor aralash is ichida odamlar orasiga singib, o'zining yarim qolib ketgan qopi tomon yugurib ketgan edi. Tez yordam xodimlari yetib kelib, Azamatni nosilkaga ortishdi. Uning miyasida faqatgina bitta rasm, olimdan qutqarib qolgan va xuddi bir vaqtlar o'zi qattiq sevgan insoniga tomchi suvdek o'xshash bo'lgan o'sha qizchaning qora, mungli ko'zlari qotib qolgan edi. Hushini yo'qotishdan oldin uning so'nggi fikri shu bo'ldi: men uni topishim kerak. Qanday bo'lmasin topishim kerak. 5 bob izlashning boshlanishi va yashirin xaroba. Oradan bir hafta o'tdi. Azamat xususiy klinikasining VIP palatasida davolanayotgan edi. Uning bosh suyagi biroz shikastlangan, qovurgalarda yoriqlar bor edi, lekin uning hayotiga xavf soladigan hech narsa qolmagan edi. Hamkasblari va politsiya xodimlari uning tirik qolganini mo'jiza deb atashardi. Azamat Rustamovich, siz chindan ham gilofda tugilgan ekansiz. Mashina portlashiga atigi 30 soniya qolganda kimdir sizni u yerdan sudrab olib chiqibdi. Buni biror katta yigit yo pahlavon qildi desak, atrofingizda qandaydir bolaning izlari bor edi qorda, dedi tergovchi xona ichida hisobot berarkan. Azamat derazadan tashqariga qarab o'ychan yotardi. U bola emas, u farishta edi. Uni qidirib topishimiz kerak. Menga barcha kuzatuv kameralarining yozuvlarini olib kelinglar. O'sha tongdagi ko'prik atrofidagi barcha yozuvlarni, deb buyruq berdi Azamat qat'iy. 2 kun davomida Azamat yordamchilari bilan o'nlab kameralarni ko'rib chiqdi. Nihoyat, ko'prikdan taxminan 1 kilometr uzoqlikdagi chorrahada o'rnatilgan kamerada o'sha qizchaning yirik qopni ko'tarib, sovuqda ketayotgan tasviri tushib qolganini topishdi. Kameralar orqali qizning yo'nalishini kuzatib borib, u shaharning eski sanoat zonasiga, uzoq yillardan beri buzilishga tushgan, asosan ko'chada qolganlar va nochor oilalar yashaydigan tashlandiq baraklar tomon ketganini aniqlashdi. Azamatning ich-ichidan qandaydir olov yonardi. Bu olov shunchaki o'z xaloskoriga minnatdorchilik bildirish ishtiyoqi emasdi. Uning qalbida qizchaning yuzidagi o'sha tanish chizgilar tinchlik bermasdi. Uning miyasi buni inkor qilsa-da, yuragi allanechuk bezovta ura boshlagan edi. 10 kuni Azamat shifokorlarning qat'iy man etishiga qaramay, boshidagi binti bilan palatadan chiqdi. O'zining shaxsiy haydovchisiga yangi mashinani tayyorlashni buyurdi. Ular kamerada ko'ringan o'sha eski baraklar hududiga qarab yo'l olishdi. Bu hudud go'yoki shahar ichidagi boshqa bir olam edi. Loy ko'chalar, chiqindi uyumlari, sovuqdan himoyalanish uchun derazalariga sellofan tutilgan qulab tushayotgan binolar. Mashina loy ko'chada to'xtab qoldi. U yogiga yurishning iloji yo'q edi. Azamat paltosining yoqasini ko'tarib piyoda izlana boshladi. U ko'chada yurgan har bir odamdan, shisha yegadigan bolalardan o'sha kuni qutqarib qolgan qizning ta'rifini aytib surishtirardi. Nihoyat eski karton yeguvchi bir qariya qizni tanidi. Ha, siz Umidani aytasiz shekilli. U 7-raqamli yarim yerto'la barakda yashaydi. Sho'rlikning onasi og'ir kasal. Qizcha o'zi idish yigib, onasini boqadi. Ammo ularni ko'rmaganimga ancha bo'ldi, onasi yomonlashib qolgan bo'lsa kerak, deb xo'rsindi qariya. Azamatning qadamlari tezlashdi. Yuragi tez ura boshladi. 7-barak, yarmigacha yer qazib qilingan, eshiklari qiyshayib yopilmaydigan bir zax joy ekan. Azamat eshikni ohista taqillatdi, javob bo'lmadi. U eshikni itarib ichkariga kirdi. Xonaning ichi muzdek va zax edi. Burchakda bir nechta shisha idishlar yigib qo'yilgan. Kichik karavotda esa karavotda qalin ko'rpalarga o'ranib yotgan, oqarib solib qolgan bir ayol yotar, uning oldida esa o'sha qizaloq Umida tizzalab o'tirib, onasining qo'lini yuziga bosgancha yiglab o'tirardi. Azamat xonaga kirgach, Umida cho'chib o'girildi. Qizcha bir necha soniya unga tikilib turdi-da. Yuzidagi jarohatdan va ko'zlardan o'zi qutqargan o'sha amaki ekanini tanidi. Amaki, siz tiriksiz, deb pichirladi qizaloq o'rnidan turib.
Siz shifokor edingiz. Mashinangizda oq xalat bor edi. Iltimos, onamga yordam bering. Onam nafas olmayapti. Iltimos, u olmasin. Azamat darhol ayolning yoniga yugurib keldi. U o'z ismini aytib chaqirish, uni qutqarib qolgan qizga tasalli berish kerakligini bilardi, ammo u karavotga egilib yotgan ayolning yuzini ko'rdi-yu, qon tomirlarida muz oqayotgandek tuyuldi. Uning nafaqat nafasi, balki yuragi ham bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu yuzi soqqa, ajin tushgan, ammo qirra burunlari va o'sha qora kipriklari. Bu uzoq 8 yildan beri tushlariga kirib chiqadigan, butun vujudi bilan sogingan va hayotidan abadiy yo'qolgan deb hisoblagan ayoli Nodira edi. Nodira, Azamatning ovozi titrab, xirillab chiqdi. U tizzalari ustiga quladi. U o'z sevgilisini shu xarobada, olim yoqasida topganiga ishona olmasdi. Va u qutqarib qolgan mitti farishta Nodiraning qizi edi. Olim va hayot shu darajada bir-biriga bog'lanib ketganiga inson aqli bovar qilmasdi. Ikki qism: olim bilan yuzma-yuz va kabinetdagi haqiqat. Bir bob: muzlagan vaqt va kasbiy burch. Zax va sovuq yerto'la ichida vaqt go'yoki to'xtab qolgandek edi. Azamat tizzalari ustida qotib qolgancha eski, yirtiq ko'rpalar ostida jonsizdek yotgan ayolga qarab qotib qoldi. Bu o'sha 8 yildan beri har tun tushiga kiradigan, har tong uyqudan uyg'onganda ismini pichirlaydigan yagona sevgilisi Nodira edi. Ayolning yuzlari solgin, avvalgi qirmizi yonoqlaridan asar ham qolmagan, chuqur botgan ko'zlari atrofini qora halqalar o'ragan edi. Ammo yuz chizgilari, qoshlari va labining chetidagi o'sha kichik xol, bularning bari Azamatning xotirasida 1000 marta chizilgan qiyofaning ayni o'zi edi. Azamatning miyasi karaxt bo'lib, nafas olishi og'irlashdi. U hayotida yuzlab olimlarni ko'rgan, yuzlab odamlarning yuragini o'z qo'llari bilan ushlab, ularni hayotga qaytargan eng kuchli shifokor edi. Lekin hozir uning qulog'i ostida faqat o'zining yurak urishi gumbur-gumbur qilib eshitilardi. Amaki, iltimos, onamga qarang. U nafas olmayapti. Degan yigi aralash, titroq ovoz Azamatni bu dahshatli trans holatidan tortib oldi. Umida Azamatning qimmatbaho paltosining yengidan qattiq tortib yiglardi. Qizaloqning qora, yirik ko'zlaridagi vahima shifokorni o'ziga keltirdi. Hozir hissiyotlarga beriladigan, savollar beradigan vaqt emasdi. Hozir u avvalo kardiolog-reanimatolog bo'lishi shart edi. Azamat darhol o'zini qo'lga oldi. U Nodiraning muzdek qo'lini olib, bilak tomirini tekshirdi. Tomir urishi deyarli sezilmas darajada ipli va o'ta zaif edi. U qulog'ini Nodiraning ko'kragiga qo'yib eshitib ko'rdi. Nafas olishi yuzaki, o'pkada qattiq xirillash bor, yuragi esa so'nggi kuchini to'plab, qandaydir uzuq-yuluq maromda urardi. Azamat tezda cho'ntagidan telefonini chiqarib, o'zining xususiy klinikasiga qo'ng'iroq qildi. Ovozida shunday qat'iyat va shoshilinchlik bor ediki, telefonning u tarafidagi navbatchi hamshira darhol dikonglab o'rnidan turib ketdi. Markaziy qabulxona. Darhol 1-raqamli reanimobilni tez yordam eski sanoat zonasidagi tashlandiq baraklar tomonga jo'natinglar. 2-guruh reanimatologlarini, pulsmonolog va eng kuchli apparatlarni tayyorlab turinglar. Bemor o'ta og'ir ahvolda, koma holatida. Tezlik maksimal bo'lsin, sirena bilan kelinglar. Kutib turishga vaqtimiz yo'q. Men o'zim shu yerdaman, deb baqirdi Azamat. U telefonni cho'ntagiga tashlab, paltosini yechdida, Nodiraning muzlab yotgan tanasi ustiga yopdi. Xona shunchalik sovuq ediki, hatto sog'lom odam ham bu yerda muzlab qolishi hech gap emasdi. Umida, qizim, quloq sol menga, dedi Azamat qizaloqning yelkalaridan ushlab, ko'zlariga tik qarab. Onangning ahvoli og'ir, lekin u tirik. U kurashyapti. Men uni qutqaraman, senga so'z beraman. Sening ishing hozir menga yordam berish. Uydagi eng issiq narsalarni, ko'rpa yoki qalin kiyimlarni topib kel. Onangning tana haroratini ko'tarishimiz kerak. Qizaloq yoshga to'lgan ko'zlarini artib, darhol bosh irgadi. U shkaf deb ataladigan eski yog'och qutidan bitta eski guldor adyolni olib keldi. Azamat Nodirani ehtiyotkorlik bilan adyolga o'radi. U o'zining professional bilimidan foydalanib, Nodiraning jagini biroz ko'tarib, havo yo'llarini ochdi.
U har soniyani hisoblab tez yordam yetib kelishini kutardi. 7 daqiqadan so'ng tashqarida sirena ovozlari eshitildi. Loy ko'chada mashina yurolmagani uchun 3 nafar tibbiyot xodimi qalin ko'chma nosilka, zambil va kislorod apparatlarini ko'tarib, yerto'la tomon yugurib kelishdi. Azamat Rustamovich, biz yetib keldik, dedi nafasini rostlab ololmayotgan yosh shifokor. Zudlik bilan kislorod niqobini taqing. Tomirdan adrenalin va glyukoza yuboring. Bemor gipotermiya, qattiq sovqotish va o'tkir pnevmoniya oqibatida gipoksik komaga tushgan bo'lishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan nosilkaga olinglar, deb buyruq berdi Azamat, o'zi ham ularga yordamlasharkan. Nodirani zambilga yotqizishib, yerto'ladan olib chiqishganda, Umida yiglagancha onasining muzdek qo'lidan mahkam ushlab borardi. Amaki, meni ham olib keting. Men onamsiz qololmayman, deb yalvordi qizaloq Azamatga qarab. Azamat qizchaning qo'lidan ohista tutib, uni bagriga bosdi. Hech qachon seni yolg'iz tashlab ketmayman, farishtam. Biz birga ketamiz. Men seni qanday qilib olimdan olib qolgan bo'lsang, men ham onangni shunday qutqaraman. Ular tez yordam mashinasiga o'tirishdi. Mashina chiroqlarini yoqib, sirenani yoqib, shahar markazi tomon katta tezlikda uchib ketdi. 2 bob mashina ichidagi sukunat va o'xshashlik. Mashina ichida yorug' chiroqlar yonib turar, tibbiyot xodimlari Nodiraning atrofida parvona bo'lib, uni apparatlarga ulashar, qon bosimini doimiy nazorat qilib borishardi. Azamat mashinaning bir burchagida Umidani tizzasiga o'tkazgancha uni o'zining issiq paltosiga o'rab o'tirardi. Azamat goh hayot-mamot kurashida yotgan Nodiraga, goh bagrida qaltirab, ko'z yosh to'kib o'tirgan Umidaga qarardi. Qizaloqning kichkina, kir qo'llari Azamatning barmoqlarini mahkam qisib olgan edi. Uning yuzi avvalgi ko'prik ustida qora tutun ichida ko'ringanidan ko'ra ancha aniqroq edi. Endi yorug'da Azamat bu qizning yuz chizgilariga tikilarkan, qandaydir galati, butun tanasini jimirlatib yuboruvchi hisni tuydi. Umidaning qoshlari, ko'zlarining shakli aynan Nodiraniki edi. Lekin uning iyak qismi, qat'iyat bilan qisilgan lablari va ayniqsa quloqining chetidagi kichkina shakl bular xuddi yoshlikdagi Azamatning ozginasi edi. Azamatning miyasida dahshatli bir hisob-kitob aylana boshladi. 8 yil oldin. Biz Nodira bilan ajrashganimizga roppa-rosa 8 yil u 4 oy bo'ldi. Bu qizaloq necha yoshda ekan o'zi? Umida, deb pichirladi Azamat qizchaning sochlaridan silab. Sening yoshing nechada, qizim? Umida ko'z yoshlarini paltosining yengiga artib past ovozda javob berdi. 9 yoshga tolaman. Bahorda, may oyida tugilganman. Azamatning yuragi xuddi qisqich orasiga tushib qolgandek ezildi. May oyi. Demak, ular ajrashgandan roppa-rosa 9 oy o'tib tugilgan. Nodira. U farzand kutayotganmidi? Nega menga aytmadi? Nega qochib ketdi? Qanday qilib men o'z qizim, ehtimoliy qizimni olim yoqasida, ko'chada shisha idish yigib yurganini bilmay yashapman. Azamatning tomoq qismiga alam va afsusning katta bir mushti qadaldi. U Umidani yanada qattiqroq quchoqlab, yuzini qizchaning sovuq, yupqa shapkasiga bosdi. U yiglamaslik uchun labini qattiq tishladi. Hozir u his-tuyg'ularga emas, balki bu ikki insonning omon qolishiga e'tibor qaratish kerak edi. Mashina katta tezlikda xususiy kardiologiya markazining shoshilinch qabul bo'limiga kelib to'xtadi. Tashqarida allaqachon tayyor turgan o'nlab shifokorlar va hamshiralar zambilni qabul qilib olib, binoning ichiga qarab yugurib ketishdi. 3 bob reanimatsiya ostonasi va bosh shifokorning ojizligi. Klinika ichi yorug', toza va doimiy harakatda edi. Nodirani to'g'ri eng yuqori darajadagi zamonaviy apparatlar o'rnatilgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga ichu olib kirishdi. Azamat zambil ortidan yugurib bordi. U operatsiya xonasiga kirmoqchi bo'lib xalatini kiya boshladi. Ammo klinikadagi eng tajribali reanimatolog va o'pka kasalliklari bo'yicha bosh mutaxassis, Azamatning do'sti va ustozlaridan biri bo'lgan professor Rahmatullayev uning yo'lini to'sdi. Azamat Rustamovich, to'xtang, siz ichkariga kirolmaysiz, dedi professor qat'iy ohangda. Nima deyapsiz, ustoz? Bu mening bemorim. Men uni o'zim davolashim kerak.
Uning yuragi zaiflashib qolgan, men aralashmasam bo'lmaydi, deb baqirdi Azamat ko'zlarida yovvoyi bir talvasa bilan. Uning hozirgi holati o'zining odatiy, oltin skalpel sovuqqonligidan mutlaqo yiroq edi. Rahmatullayev uning yelkasidan qattiq ushlab, ko'zlariga tik qarab tushuntirdi. Aynan shuning uchun ham kirolmaysiz. Sizning qo'llaringiz qaltirayapti, Azamat. Ko'zlaringizdagi vahimani ko'ryapman. Siz hozir bu ayolga shunchaki bemor deb qarayotganingiz yo'q. Shifokor operatsiya stolida yotgan inson bilan emotsional bog'langan bo'lsa, u eng oddiy qarorni ham noto'g'ri qabul qilishi mumkin. Bu tibbiyot qonuni. Menga va mening guruhimga ishonasizmi o'zi? Azamat chuqur va og'ir xo'rsindi. U ustozining gaplari 100% to'g'ri ekanligini, hozir uning qaltiragan qo'llari Nodiraga faqat zarar yetkazishi mumkinligini aqlan tushunib turardi. U qo'llarini tushirib devorga suyandi. Ishonaman. Uning obkasi qattiq shamollash oqibatida suyuqlik yigilgan bo'lishi mumkin. Yuragiga nagruzka bormasin. Menga har 5 daqiqada xabar berib turinglar, iltimos, ustoz. Uni qutqarib qolinglar. U mening butun hayotim, deb pichirladi Azamat, ko'zlaridagi yoshni arang yashirib. Professor Rahmatullayev tushungan holda bosh irgadi va darhol operatsiya xonasining katta oyna eshigi ortiga kirib ketdi. Tepada qizil operatsiya ketmoqda degan yozuv yondi. Koridorda faqatgina Azamat va bir chetda muzlab qolgandek jim o'tirgan Umida qoldi. Azamat qizaloqning oldiga borib, uning oldida tiz cho'kdi. Qizaloq qaltirar, lablari ko'kargan, hali ham eski sovuq kiyimlarda edi. Umida, onang ishonchli qo'llarda. U yerdagi doktorlar eng zo'rlari. Sening onang albatta tuzaladi. Ammo sen bu ahvolda qolsang, o'zing ham kasal bo'lib qolasan. Yur, mening kabinetimga boramiz. U yer juda issiq. Ovqatlanib olasan. Azamat hamshiralardan biriga buyruq berdi. Zudlik bilan mening kabinetimga eng issiq, to'yimli ovqatlardan, issiq malinali choydan olib kiringlar. Va bolalar bo'limidan yangi, toza kiyimlar keltiringlar. Bitta ham e'tiroz eshitmayman, tezroq. Azamat Umidani qo'lidan yetaklab 3-qavatdagi o'zining keng va hashamatli bosh shifokor kabineti tomon olib ketdi. Umida atrofidagi oq devorlarga, marmar pollarga, oq xalatli insonlarga hayrat va qandaydir yotirqash bilan qarab borardi. U umrida bunday toza va yorug' joyni ko'rmagan edi. Tort bob, kabinetdagi sirli surat. Azamatning kabineti haqiqatan ham juda shinam va issiq edi. Devorlarda kardiologiya sohasiga oid xalqaro sertifikatlar, javonlarda qalin tibbiyot ensiklopediyalari qator terilgan. Polga yumshoq, qalin gilam to'shalgan, katta derazadan esa shaharning oppoq qor qoplagan manzarasi ko'rinib turardi. Markazda katta yong'oq daraxtidan yasalgan stol, uning tepasida qimmatbaho lampa yonib turardi. Azamat qizaloqni xonadagi katta charm divanga o'tqazdi. U o'zining xalatini uning yelkalariga yopdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, hamshira chiroyli patnisda issiq tovuq sho'rva, yangi yopilgan non, issiq choy va shirinliklar olib kirdi. Qani, endi shularni hammasini yeysan, dedi Azamat mehribonlik bilan. Qorinni to'ygazib, isinib olishing kerak. Men hozir reanimatsiya bo'limiga tushib, onangning ahvolidan xabar olib kelaman. Sen shu yerda hech qayerga chiqmay o'tir. Umida rozi bo'lib bosh irgadi. Garchi qorni juda och bo'lsa-da, onasining taqdiri uning tomogidan ovqat o'tishiga yo'l qo'ymasdi. Azamat uning sochini silab qo'ydi-da, tezda xonadan chiqib ketdi. Xonada yolg'iz qolgan Umida qo'lidagi qoshiqni patnisga qo'ydi. Uning qattiq qo'rquvi biroz bosilgan, issiq xona uning muzlagan tanasini sekinasta isita boshlagan edi. Qizaloq ehtiyotkorlik bilan o'rnidan turdi. U atrofga qiziqish bilan qaray boshladi. Shuncha kitoblar, yaltiroq qog'ozlar. Uning nigohi Azamatning keng ish stolining chetiga tushdi. U yerda turli xil tibbiyot asboblari va qog'ozlar orasida katta qora ramkaga solingan surat turardi. Surat ramkasi doimiy tozalab turilishidan yaraqlab turar, u xonadagi boshqa barcha narsalardan alohida. Juda qadrlidek ko'rinardi. Umida sekin qadamlar bilan stol yoniga keldi. U oyoq uchiga turib ramkadagi suratga qarab qoldi.
Suratda yozning yorqin va quyoshli kuni tasvirlangan edi. Gullab turgan yirik anor daraxti ostida ikkita yosh inson bir-biriga qattiq tabassum qilib quchoqlashib tushgan edi. Yigit egnida talabalar xalati, yuzlarida baxtiyorlik porlab turgan hozirgi Azamat amaki, garchi suratda u juda yosh bo'lsa ham, Umida uni darhol tanidi. Ammo yigitning yonidagi qiz. Uzun qora sochlari yelkasiga tushgan, ko'zlarida cheksiz quvonch, lablarida samimiy kulgi jilvalanib turgan u qizni ko'rib, Umidaning nafasi ichiga tushib ketdi. Qizning yuzidagi hol, uning qoshlarining chizgisi. "Oyim", deb pichirladi Umida, ovozi qaltirab. Bu haqiqatan ham uning onasi Madina, asl ismi Nodira edi. Faqat hozirgi kasal, solgin va azob chekayotgan ona emas, balki baxtli, sog'lom va umidga to'la yosh qiz. Qanday qilib? Nega onasining rasmi bu boy va mashhur shifokorning stoli ustida turibdi? Nega ular birga rasmga tushgan? Umidaning ko'zlariga yosh keldi. U yengil qadamlar bilan stol ortiga o'tdi-da, ikkala qo'li bilan ramkani olib, ko'kragiga qattiq bosdi. U onasining baxtli yuziga qarab uzoq yig'ladi. Onasini bunday kulganini Umida o'zining hayoti davomida biror marta ham ko'rmagan edi. U onasini doim yig'lagan, azob chekkan, uni qornini to'ygazish uchun eng qora ishlarni qilib, holdan toygan holatdagini bilar edi. "Oyijon, siz oldin shunaqa go'zal bo'lganmisiz? Bu amaki sizni qayerdan taniydi?" degan o'ylar qizchaning kichkina qalbini kemirib tashlayotgan edi. 5 bob yirtilgan qalbning birlashuvi. Taxminan 20 daqiqadan so'ng kabinet eshigi ohista ochildi. Azamat ichkariga kirdi. Uning yuzida biroz yengillik, ammo hali ham xavotir bor edi. Rahmatullayev unga Nodiraning ahvoli barqarorlashganini, kislorod apparatiga olinganini va o'pkaning shishi to'xtatilganini, endi faqat vaqt va intensiv terapiya kerakligini aytgan edi. Uning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ortda qolgandi. Azamat xonaga kirishi bilan, ovqatga tegmasdan, xonaning o'rtasida o'zining stolidagi ramkani ko'kragiga mahkam bosgancha, ko'z yosh to'kib turgan Umidani ko'rdi. Shifokor joyida qotib qoldi. Uning yuragi dars yorilgudek bo'ldi. U sekinasta qizaloqning oldiga kelib, tizzalari ustiga, gilamga cho'kdi. Endi ular ko'zma-ko'z edilar. "Umida farishtam, nega yig'layapsan?" deb so'radi Azamat, ovozi shunchalik mayin, shunchalik mehrga to'la ediki, uning tomogiga yana uzoq yillik azob qadalib kelgandi. Umida ramkadagi suratni Azamatga qaratdi. Kichkina barmoqlari bilan suratdagi Nodiraning yuzini ko'rsatib, yiga aralash so'radi. "Amaki, bu mening onam-ku. Mening onamning rasmi nega sizda bor? Nega onam bu rasmda siz bilan birga kulyapti? Onam hech qachon shunaqa kulmaganlar." Ular doim yig'lardilar. Qizchaning so'zlari Azamatning qalbini xanjardek tilib o'tdi. Azamat ko'zlarini chirt yumdi. Uning yanoqlari bo'ylab 8 yil davomida ichida tosh bo'lib qotib ketgan alam va sog'inch yoshlari oqib tushdi. U ramkani Umidaning qo'lidan sekin olib, bir chetga qo'ydi-da, qizchaning muzdek, kichik qo'llarini o'zining katta kaftlari orasiga oldi. "Qizim, Umidam, aytchi menga, sening dadang qayerda? Onang dadang haqida senga nimalar derdi?" deb so'radi u, har bir so'zni aytishga mingta kuch sarflab. Umida burnini tortib, onasining uzoq qish kechalarida aytib bergan ertaknamo haqiqatlarini esladi. Onam aytardilarki, dadam juda zo'r odam bo'lganlar. U kishi odamlarni davolaydigan shifokor edilar. Lekin dadam boshqa shaharga, uzoqqa o'qishga ketganlarida bizni tashlab ketishga majbur bo'lgan ekanlar. Dadamning ota-onalari onamni yomon ko'rishgan ekan. "Onam, dadang sening borligingni ham bilmaydilar, gar bilsalar, bizni aslo xor qilib qo'ymasdilar", derdilar. Umida biroz to'xtab, cho'ntagidan kichkina, kir bo'lib ketgan bitta yirtiq rasm qiyiqindisini chiqarib Azamatga tutqazdi. "Mana onam shu rasmni yostiqlarining tagida saqlab yotardilar. Men uni yashirincha olib yurar edim. Rasmning yarmisi yirtib tashlangan." Azamat o'sha rasm parchasini oldi. Bu hozirgina stolidan olib qo'yilgan, Nodira bilan daraxt ostida tushgan suratning xuddi o'zi edi.
Ammo bu rasm qoq ortasidan, aynan Azamat turgan tomondan yirtib olingan, faqat Nodiraning va Azamatning qoli qolgan qismi edi. Buni ko'rib Azamat butun haqiqatni, otasining 10 yil oldingi dahshatli va shafqatsiz yolg'onini butun kolami bilan tushunib yetdi. Sening Nodirang boshqaga tegib ketdi, u pulni deb qishloqdagi bir boyvachchaga turmushga chiqdi, degan edi otasi. Nodiraga esa ehtimol, Azamat seni unutdi, u chet elda boyning qiziga uylandi, deb aytishgan bo'lsa kerak. Shuning uchun u o'zining farzand kutayotganini yashirgan, shuning uchun rasmlarni yirtgan. Ammo baribir qalbidan yulib tashlay olmay, yarmini asrab kelgan. 10 yillik ayriliq, bitta ayolning dozaxi va ota mehrisiz ko'chada shisha idish yigib yurishga majbur bo'lgan bu farishta qizaloq, hammasi ota-onasining manmanligi qurboni bo'lgan edi. Azamat boshini egdi. Uning yelkalar silkinib, butun vujudi bilan ho'ngrab yig'lab yubordi. U baland ovozda erkak kishining eng alamli faryodi bilan yig'lardi. "Amaki, nega yig'layapsiz?" dedi Umida qo'rqib ketib. U Azamatning yoshlarini kichik barmoqlari bilan artmoqchi bo'ldi. Azamat qizaloqning qor aralashgan shapkasini ohista yechdi. Uning qop-qora, chiroyli sochlari yelkasiga tushdi. Azamat qizning yuzini o'zining katta kaftlari bilan ushlab, ko'zlariga eng yaqin masofadan tikildi. Bu o'zining ko'zlari, o'zining qoni edi. "Men yig'lamayapman, qizalogim. Men hozir dunyodagi eng baxtli insonman", deb pichirladi Azamat, peshonasini qizning peshonasiga qattiq bosib. "Onang senga to'g'ri aytgan. Sening dadang u sizni bilmagan, lekin bir soniya ham esdan chiqarmagan. Men uzoqqa ketmadim, bolam. Men shu yerdaman. Men seni qidirishni to'xtatmagandim." Umida nafas olishni unutdi. Uning murgak aqli bularning barchasini birdaniga qabul qila olmasdi. Siz mening dadammisiz? Siz meni dadam bo'lasizmi?" degan savol qizaloqning bo'g'zidan otilib chiqdi. Azamat uni shu qadar qattiq bagriga bosdiki, go'yoki butun dunyodagi barcha yovuzliklardan, barcha sovuq qishlardan himoya qilib qolgandek edi. "Ha, jonim bolam. Men sening dadangman. Sening tugma otang, qonim, jonim, mening farishtam. Meni kechir. Sizlarni shuncha yil xorlab qo'ygan, bu ahvolda yolg'iz qoldirgan dadangni kechir. Ammo qasamyod qilaman, men sizlarni boshqa hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Sening qo'llaring boshqa hech qachon sovuq qotmaydi, hech qachon shisha yig'maysan. Men sen va onang uchun tog'larni talqon qilaman." Umida otasining keng va issiq bagrida yuzini yashirib, qattiq yig'lab yubordi. Bu yigi 9 yillik yetimlikning, ochnahor tunlarning, qor va izgirindagi muzlagan kunlarning oxiri edi. U o'zining qalqonini, otasini topdi. Azamat esa o'zining uzoq yillar qidirgan jannatini va yirtilgan yuragining yarmini aynan shu sovuq va qonli kunda qayta kashf etgan edi. Lekin bu faqat baxtli yakunning boshlanishi edi. Ularni oldinda Nodiraning hayoti uchun qilinadigan eng katta kurash va o'tmishning shafqatsiz aybdorlari bilan yuzlashuv kutib turardi. Azamat o'z oilasini qutqarish uchun nafaqat tibbiyot, balki o'z oilasidagi qonun-qoidalar bilan ham jangga kirishishi kerak edi. 3 qism: o'tmish sharpa va adolat isyoni. Bir bob: kutish azobi va reanimatsiyadagi olov. Azamatning keng va shinam kabinetida ota va qizning yigisi asta-sekin tindi. Hissiyotlar to'foni o'z o'rnini chuqur, ammo og'riqli bir osudalikka bo'shatib bergan edi. Azamat Umidaning yuzidagi is va ko'z yoshi izlarini o'zining toza ro'molchasi bilan ehtiyotkorlik qilib artdi. U qizalogining sovuqdan qotib qolgan yuzlariga, qoraygan kichkina qo'llariga qarab, o'zini ming marta la'natlardi. Qanday qilib men o'z qonimni, o'zimning murgak farishtamni shunday sovuq ko'chalarda xor qilib qo'ydim? Nega qidirmadim? Nega otamning yolg'onlariga bunchalik oson ishonib, taqdirga tan berdim, degan o'ylar uning vijdoni oldida otli qamchi bo'lib savalanardi. "Dadam", deb pichirladi Umida, hali ham bu so'zni aytishga iymanib, qo'rqibgina. Bu so'z Azamatning quloqlariga dunyodagi eng go'zal musiqa kabi eshitildi. "Ha, jonim bolam. Men sening dadangman. Endi hech qachon mendan ajralmaysan", dedi Azamat qizini yana bir bor bagriga bosib. Shu payt stol ustidagi ichki telefon jiringladi. Azamat go'shakni oldi.
Azamat Rustamovich, dedi professor Rahmatullayevning charchagan, lekin xotirjam ovozi. Biz tugatdik. Bemorning ahvoli hozircha stabil, barqaror. Uning 2 tomonlama o'tkir pnevmoniyasi va qattiq sovqotishi, gipotermiya yurak faoliyatiga jiddiy zarba bergan. Shuning uchun uni sun'iy koma holatida, o'pkani sun'iy ventilyatsiya qilish apparatida qoldirdik. Tanasining harorati me'yorga qaytmoqda. Endi hammasi uning organizmiga bog'liq. U juda ham kuchli ayol ekan. Azamatning yuragidan tok qulagandek bo'ldi. Ko'zlarini yumib chuqur nafas oldi. Rahmat, ustoz. Bir umr qarzdorman sizdan. Men hozir tushaman. U telefonni qo'yib Umidaga yuzlandi. Onang yaxshi. Uning ahvoli og'ir, lekin u uxlab dam olyapti. Shifokorlar uning omon qolishiga ishonishmoqda. Men hozir pastga tushishim kerak. Sen shu yerda divanda o'tirib turasan, xo'pmi? Hozir hamshira senga toza kiyimlar olib keladi. Hech narsadan qo'rqma. Umida bosh irgab jilmayishga harakat qildi. Otasining yonida o'zini shunday xavfsiz va xotirjam his qilayotgan ediki, ko'chadagi qahraton ayoz ham, yetimlik azobi ham bir tushdek ortda qolgandi. 2 bob, ota va o'g'il, soxta mehribonlik. Azamat 3-qavatdan 1-qavatdagi reanimatsiya bo'limiga tushganda, klinikaning keng hollida qandaydir galagovur bo'layotganini ko'rdi. Qabulxona oldida bir nechta qora kiyimli tansoqchilar va ularning markazida baland bo'yli, sochlari oqargan, ekniga juda qimmatbaho palto kiygan, qahri qattiq bir kishi turardi. Bu Azamatning otasi, respublikada katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan amaldor Rustam Qodirov edi. Rustam aka ertalab o'g'lining dahshatli avtohalokatga uchragani va mashinasi portlab ketgani haqidagi xabarni eshitib, butunlay aqldan ozayozgan edi. U o'zining xususiy haydovchilari va tansoqchilarini yigib, to'g'ri klinikaga yetib kelgan edi. Azamatni uzoqdan ko'rgan Rustam aka qattiq yig'lamsirab o'g'liga tomon yugurdi. U Azamatni mahkam bagriga bosdi. Azamat. O'g'lim. Tirikmisan, bolam? Xudoga ming qatla shukr. Men seni yo'qotdim deb o'ylagandim. Menga mashinangning butunlay yonib ketganini aytishdi. Ahvoling qanday, qayering og'riyapti? Deb hovliqardi u. Azamat otasining quchog'ida muzdek qotib turardi. Odatda otasini hurmat qiladigan, uning sozini ikki qilmaydigan o'g'ilning nigohida bugun qandaydir olif, cheksiz nafrat va nafrat uchqunlari bor edi. U otasining qo'llarini yelkasidan sekin, lekin qat'iy itarib tashladi. Men tirikman, ota. Lekin siz o'ldirgan, xor qilgan insonlar ham tirik ekan, dedi Azamat muzdek asabiy ohangda. Rustam aka o'g'lining bu sovuq muomalasidan hayron qoldi. U Azamatning boshidagi bintga va ko'zlaridagi yovvoyi gazabga qarab, avariyadan keyin shok holatida shekilli deb o'yladi. Nimalar deyapsan, o'g'lim? Qanday insonlar? Men seni uyingga olib ketgani keldim. Sen dam olishing kerak, miyang chayqalgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Men hech qayerga ketmayman, deb uning sozini kesdi Azamat. Ovozini biroz ko'tarib. Men hamma narsani bilaman. Men haqiqatni bilaman, ota. 8 yil oldin qanday qabih o'yin qilib mening hayotimni vayron qilganingizni endi bildim. Yurib keling men bilan. Sizga ko'rsatadigan va tanishtiradigan bir insonim bor. Azamat otasining javobini kutmasdan burilib lift tomonga yurdi. Rustam aka o'g'lining bunday qat'iyatidan sarosimaga tushib, jim indamay uning ortidan ergashdi. Tansoqchilar ham orqadan bormoqchi bo'lishganda, Azamat qo'lini ko'tarib ularni to'xtatdi. Sizlar shu yerda qolasizlar. Bu oilaviy suhbat. 3 bob, dahshatli haqiqat va ochiq qolgan yaralar. Ular 3-qavatdagi bosh shifokor kabinetiga kirishdi. Kabinet issiqqina, chiroqlar yoqilgan edi. Keng charm divanda Umida uxlab yotardi. Qizchaning yuzlari ovqat va issiqlikdan biroz qizargan, unga hamshiralar tomonidan toza, yorqin rangli sport kiyimi kiydirilgan edi. Uning yonida esa Azamatning o'sha yirtilgan surat va Nodira saqlab kelgan ikkinchi yirtiq parchasi birlashtirilgan holda stolda turardi. Rustam aka xonaga kirgach, divanda uxlab yotgan qizchaga e'tiborsiz qaradi. Bu kimning bolasi?
Klinikaning qandaydir bemorimi? Men senga nima demoqchisan o'zi, Azamat? Deb so'radi asabiylashib.